Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilarki, bir kishi yo'lda ketayotib daraxtning bir shoxchasi yerda yotganini ko'rib, u boshqa odamlarga ozor bermasin deb o'shini olib qo'ydi. Natijada o'sha odam jannatiy bo'ldi deb. E'tibor beryapsizmi, azizlarim? Oddiy narsa ko'rinyapti biz ko'zimizga. Shu yo'lda ketayotgan bir ozorni ko'rib, shu boshqalarga ozor bermasin deb olib qo'yaptilar-da, shuni orqasidan jannatiy bo'lyapti deyaptilar. Demak, boshqalarga ozor berishlik bu juda og'ir narsa azizlar. Bilib bilmasdan ozor berishligimiz juda ham ko'p. Eng qizig'i biz hali o'zimiz bilmasdan xulosa qilamiz. Bir qozini oldiga imomni ustidan shikoyat qilib kelishibdi. Ikkita uchta odam kelib aytibdiki, ha bu imomimiz kecha aytdiki, eshak hanqirab yuborsa eshitgan odamni tahorati ketadi dedi. Shunaqami dedi. Keyin qozi hayron, yo'q, bunaqa bo'lishi kerak emas. Tahoratni ketkizuvchi amallar ichida bunaqa gap yo'q. Imom aytmagandir, yo imom aytdi, mana guvohlar. Hammasidan so'rasa, hammasi aytibdi. Ha, shunday dedi, biz eshitdik, imom aytdi. Imomni chaqirtirib kelibdi. So'rabdilar. Shunaqa deyishyapti, rostmi shu desa, imom kulibdilarda, rost shu gap. Lekin bular men gapirayotganda yo uxlab o'tirgan yoki suhbatimga keyin kelishgan. Bu yerda gap boshqa narsa edi. Bir odam eshagiga suv yuklab olgan odam sahroda ketayotib, eshagini yo'qotib qo'ydi. Topa olmadi. Keyin u odam tayammum olib namoz o'qiyotdi, eshak kelib ovoz chiqardi. U bildiki eshagi keldi, natijada suv keldi. Suv kelgandan keyin u tayammum bekor bo'ladi. Men shuni aytdim. Bular oxirigacha eshitmasdan javob beribdi. Demak, har bir narsani ham shunday bo'lish kerak aslida. Oxirigacha bilib, xulosa qilib, keyin aytish kerak. Demak, bugun har bir gapirayotgan gapidan ehtiyot bo'lish kerak.